O'tgan yil yerga ekkanmiz. Bizda yerlar yana sho'r bo'lgani hisobiga bu yil gidroponikaga o'tib ketdik. Gidroponikaga yerga qaraganda ancha hosillari yaxshi, ham sifatli hosillar. Qaysi jihatdan qulay ekan gidroponika usuli? Gidroponikada yerda endi har xil qurtlar bor. Yerda har xil tuzlar bor. Bunda hech qanaqa qurt bo'lmaydi, tuzlar bo'lmaydi. Hosillariga misol uchun qulupnoylarimiz qizarib kelishyapti-ku o'zlari. Keyin o'sha har xil o'rgancha kanallar, boshqa narsalar bo'lmaydi, sifatli mahsulot bo'lib yetishtirib kelinadi. Tepa ham e'tiborimni tortdi-da, boshqacha qilingan ekan. Hamyonbop qilib, o'sha tejalniroq qilib 2 qavatli termiz qilganmiz. Bu qanday? Alohida duga qilinmagan, 2 qavat plyonka tortilgan. Orasiga havo beradigan apparatimiz bor. O'sha apparatimiz o'rtasiga plyonkaning orasiga havo haydab turadi. Plyonkamiz ishadi. Ertaga qishda o'sha issiq tepaga chiqib ketmasligi uchun, sovuq ichkariga kirmasligi uchun shu vazifani bajarib beradi. Qoyil. Fantaziyamiz bu. Zo'r-ku, kashfiyot-ku. Kashfiyot. Zo'r, ommalashtirish kerak ekan bu kashfiyotni. Haqiqatda yaxshi samara berganini ko'rib turibmiz. Shunday. Shu kungacha necha kilo terdingiz endi qulupnay? Shu kungacha dekabrda terilgan bo'lsa, bir 500 kilo hosil terdik. Endi hozir o'rtacha hisobda biz 100 milliondan ortiq daromad ishladik shu kungacha. Qishki qulupnoy yozda bo'lmaydi, o'sha issiq bo'lib ketgandan keyin hosillari maydalashadi, ham ta'mi buziladi, yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun bu qishda beriladi faqat. Bu kokosiy substratlarimiz 2 yil davomida ishlatamiz. Buni keyin ichini qulupnoylarni yulib tashlaganimizdan keyin buni dezinfeksiya qilamiz. Ichidagi har xil o'sha hasharot bo'ladimi, o'sha 1 yil davomida orttirilgan hasharotlar bo'ladimi, har xil kasalliklar bo'ladimi? Dezinfeksiya qilib yuvib tashlaymiz. Keyin 1 oy dam beramiz. 15-avgustdan 15-sentyabr oralig'ida yana qulupnay ekamiz. Mana hozir qulupnay biznesini yaxshigina yo'lga qo'yibsiz-da. Ilgari nima bilan shug'ullanardingiz? Ilgari o'sha broiler tovug'ini boqardik biz. Broiler go'sht mahsulotlarini yetishtirib chiqarardik. Hozirchi? Hozir ham shunday. Demak, parallel ham qulupnay biznesi ham parrandachilik bilan shug'ullanyapsiz. Zo'r. Ikkalasini qo'shganda qancha daromad bo'ladi? Ikkalasini qo'shganda yiliga 500-600 million daromad bo'ladi. Zo'r, hosilga baraka. Rahmat. Parrandachiligingizni ham ko'rsatasizmi? Albatta, ketdik. Qani ketdik. To'g'ri